Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari. Menga qiz bo'yicha aka-ukalar, bugun 21-iyun 2026-yil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar mol bozoriga kelganmiz. Hafta kuni yakshanba. Xudo xolasa sizlar darvozani tagidan baraka bo'lgan mollar narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Har doimgidek ozgina mehnatimiz qadrlab sizlardan talab qilingan narsalarni bosib yozib qo'yasizlar. Bu 16 milyon 700 ming so'm bo'ldi. Savdosini so'radi, nechta bo'ldi? 286 kilo, 287 kilo keladi. G'unojincha. O'zim makaxonim olib. G'unojin nechta bo'ldi? 32 ta. Qani ikkinchisi? Chiqdimi? Oğlum bilasiz. Ana bilasiz. 70 mingdan berdim. 70 mingdan tarozi. 70 mingdan tarozi. Aka nechta puli bor? Bosh o'tmaydi. Arzon chakan pulni aytasiz. Aka qo'li zop qo'yaylik, tabarruk. Yaxshimi? Bitta. Pulni aytmoqchiman. Aka-ukalar, uzun videolarni to'g'ri tanav yetkazishga harakat qilamiz. Aka, bular bir joyga bo'lgan. Nech puldan bo'ldi? 3700 ming. Urg'ocham emas. G'ozmasmi? Yo'q. 3700 ming so'mdan qo'l qilaman degan aka-ukalarimiz narx-navolarni bir olaylik. Qo'ylar o'rta yosh aralashi bor ekan. Menimcha sal qimmatroq. 33 milyon 500 ming so'm ikkita semiz bir joyga. Shoh hisob. Aka nech pul oldingiz? O'sha ikkita. Aka bu nech pul bo'ldi? Pulni bilmaysizmi? 27. Boqishga 27. Aka assalomu alaykum. Charchaman. Ko'ringlar arqonlar bilan yaxshilab 27 million. Nech pul deysiz? 34. Usti nechta? Bala o'kscha. 34 million so'm, 14 so'm bala o'kscha. Sigir o'rta yosh. To'g'ri ma'lumotlar ana shunaqa bo'ladi aka-ukalar. Xo'p. Aka nech pul bo'ldi bu? Bilib chiqmayapsiz. Jiyan pulini bilaylik. Puli 24 boqishga. Pulingdan nech pul bo'ldi? 5 tasi bir joyda. Nech pul bo'ldi? 26 dan 5 ta bir joyga deyapti. Приблизительно 26. 14,5 dan toychalar. 14 million 500 ming so'm. Har bir, ha? Ha. 14 million 500 so'm. Arzon chakalarimizni qo'yib beramiz. Aka, pulini bilasizmi? Pulini bilasizmi? Ha. To'g'risini ayting. 32 million bo'ldi. Ozmi bular? Boqishga. Qimmatroq emasmi? Hammaga necha bo'ldi? Necha bo'ldi? 32,5. Ikkosi. Amakim, menga aytadilarmisam, qimmatroq aytdilar-ki. Qancha? Qancha bo'ldi? 2,7. Bu 7mi? Bu 7mi? 47 42 bo'ldi aka-ukalar. Aka, bizlar qancha ish qayerdiz? G'unojincha. 9 million 500 ming so'm. Ko'raverasiz. Mana shu boqma o'giz. Aka, nech pul qayerdiz? O'sha ko'rmansizmi? 25 million deyaptilar aka. Madan yomon qotdi olganimagadir. Turgan mol. To'g'ri sifat yo'qmagan. 10 million 600 ming. Aka, bu nech pul bo'lganmi? Pulini bilmaysizmi? 16 ming tarozi. Necha kilo? 570. 570 kilo kelgan. Hayda. 570 kilo 66 mingdan tarozi. Chakan pulni aytib keting. 23. O'kischa 23 million so'm. Boqishga. Birinchisi, buni bilmayman. 28 ekan bu. Bo'ylari yaxshi ekan, sal yelkasi bo'yni yo'roq ekan, kam go'shroq mol ekan. Semirsa ham bunaqa go'shtli mol bo'lib ketmaydi-da bu.
Ho'kizni mehnat qilib boqib go'shtli bo'lmasa sota olmasangiz, umid bilan birorma izlab harom qiladi anchagina. Aka bu yakkami bu? Akam gamber ketyapti ishdan. Aka bu necha pul bo'ldi arabicha? 2 million 800. 2 million 800 pul yengillardi. Tashab qo'yaman, po'choq-mo'choqlar o'zi simulyotlar desangiz bo'ladi. Qiziqishga, ham nima bo'ladi? $3,5 milliondan deyaptilar. Keksa qo'ylar ekan. Narx qanchalik to'g'ri bilmayman. Narxi oshgan deydi, juda qimmat deb qo'ydi. Buni aytmasangiz bo'lmaydi. 20 million tinib. Ziyod kam yo'q. Pulini aytaymi buni? 19. 19. Ya bu qo'ygizsam ilojin ekan-ku. Aka buni necha pul bo'ldi bu? 41 deydilar. Voy tuzadi. Yo'q bo'ldi. Pulini ayting, ha qo'rqitgan yarasha. Go'shtdorlik zo'r ekan. Ya, pulni aytishga sharoit yo'q. Pulini bilmaysizmi? Semiz aka. Ne bular albatta. Javob bor. Semiz. Aka qaysini pulini bilasiz? 25,5 million, 13,5 million. 25,5 million so'm baliq ho'kizcha, balasi chiroyli ustini ishdi. 14 sigaret dedi. Siz sotdingizmi oldingiz? Oldim. Qayerga ketyapti? Savxozga. Savxozga. Barakasini bersin. Ha, o'rtamiz, hali. Aka qanday bosyapsiz? Pul qayerdasiz? 11 million. Ho'kizcha. 11 millionga mesni ho'kizcha. Tashab qo'yaman dedilar akam. Sigirlar o'tyapti. Aka aytgisi kelmayapti, u meni ham olgim kelmadi to'g'risi. Bizlarcha kelyapti, yaxshi zo'r ekan. Chiqib akam ham sementlarni palon bo'ladi, chiqib ketmasalar bo'ladi. Arzoncha ekan pulini aytasiz. Assalomu alaykum. Buni 16 million 700 sotdilar. 16 million 700 ga sotibdilar. Hayda. Arqonlari bilan ko'rib aytinglar ham. Men qimmat so'radim. Faqat boshqalar olasiz, biz ham bor gruppada. Mana aka to'xtang-da. Odam ustiga pulini aytib keting. 5,5 dan bir joyga boqmoq uchqorlar. Jiyan nech puldan bo'lgan bular? 1 minut. Aka bular nech puldan bo'ldi? 8,5 dan dedilar. 8,5 million. 8,5 dan. To'g'ri aytdimmi, yolg'on aytdimmi bilmayman lekin. Ancha qimmatroq aytdi. Ya, ko'ta qimmatroq aytdi. Qimmatroq aytdi aka. Aka shunaqa odamlar bor. Iminni shu amaki aytganim yo'q endi. Narx-navoga ta'sir qilmoqchi bo'ladi-da. U qo'lidan kelmaydi aka, narx-navo yo'q, u belgilab bermaydi. Mana narx-navo qimmat qo'yibdi degan million, mol qimmat qilib tushib ketdi degan million. Agar narx-navo olyapsa hech kim emas biza. Ham degani ham. O Xudo belgilab beradi. Nech pul bo'ldi bu? 23. Bozmi? 23,5. Sigir qilish, shved paroda bu. Go'sht yo'nalishi qiyin masala buni. Hisobi kelish, foyda qilish. Qochsa boz bo'lsa bo'ladi. Agar qochmasa boz bo'lishi qiynalsa, go'sht yo'nalishiga boqvorlari, avantara qilib pul chiqarib Kamarcha akam. Barakasimiz. Jiyanmi nech pul qayerda? Bilmayman. Aka nech pul bo'ldi bular? 10 million. Vozmi? Ana shu ikkita. Hatta berishga. Ana shu ikkita 10 million so'm. Bularga berishga oldi. Voz ekan. Ketdi, parodacha kelyapti. Arzoncha aka nech pul qayerdasiz? Qaytdi. Nima ya? Qaysida? Aka bu nech pul bo'ldi? 25 million. Suti nechta? 12 ta. 12 ta suti 25 million, balasal kichikroq. Lekin bu kishi g'unojincha ekan. Yeb bul. Ko'ryapsizlarmi qanday?
Amak necha bo'ldi bu? 9 million. Qarodan bu. Yo'q, bermaydi-ku. Kimni munosabati qanaqa shunaqa paroda qimmatli? Uchir, uchir. Nima? Aka pulini ayting buni. 3 million, 3 million. 3 million so'm. Suti nechta ekan aka? Suti 15 ta. 15 ta suti baliq o'kischi. 3 millionga nima deysizlar? Arzonmi, qimmatmi? Ketdimi? Oq yo'l yaxshi boring. Bozor holati qanaqa? Unasi olmaydi. Necha pul olibsiz sizga? 43 million so'm. Tak, ishimiz bilan oldincha bilaylik. Nech pul aka? 18 million olib kel. Semizligini ko'rasiz, e'tibor berasiz har qo'llarga. Ha, shuni ona balammi? Ha. Necha bo'ldi? 26. Zo'r olibsiz, yosh sigircha ekan. Barakasini bersin, baraka topinglar. Rahmat. Qayerga ketyapti? Yurot. Instagramga ham olmadim-da aka. Bo'lmasa? Suti nechta ekan? Suti garanti yo'q. 3 ta biletda Siz sotdingizmi, oldingizmi? Mol qilishni zo'rlagan. Akajon, nech qayerdasiz? Semiz g'ulomchi 23 million 500 ming so'm. 200 kilodan ziyodroq oldi, 205, 210 kiloga qiynalam deymanda. Tarozga olmish 2 million. Kamar chekamizda aka. Barakasi bersin. 12 aka nechi bo'ldi bu? Qo'chqormi? So'yasizmi? So'yasiz, ha. Nasllikki 9 million. Barakasi bersin, baraka topinglar. Arzonchi aka nechi pul qayerdasiz? 21. 21 millionga toychalar. Xullas hozir bozorga juda bir qiziq holat yuz berdi. Qo'y chiqyapti ekan, katta zo'r qo'chqor ekan. Pulini bilaylik. 21 million. Go'shtdorlik zo'r tulamagan mol ekan lekin. Omad deb olinganday qilib chiqyapti, bozorda egasida. Urush qolgiday bo'ldim. Aka dedim, bozorda egasida edi, omad demay, omadim ayting bo'la, oldim kelmadi dedim. Anaqa qiladi, narxdan oladi, xalqqa dehqonlar bildirishni xohlamaydi-da, o'zicha qimmat sotmoqchi bo'ladi. Arzonchi akam. Necha pul qayerdasiz? 10. Bular sifat zo'r ekan. O'stirib semirtirasiz. 10 million so'm. Hozir 10 million olgan akani mollaridan oldim. 20 millionga. Hozir o'lchab oluvdik, 120 ming kam bo'ldi, to'g'ri 20 million qilib berdilar. Undan oldin mollarni oldim, baraka topdim. Necha bo'ldi aka? 18. Yo'q bo'la. 18 ga. Qanaqa baroda bu endi? Bilmayman, tushunmayman o'zim. Lekin sifat yo'q sizga. Barakasini bersin akajon. Rahmat. Sifat Nasllik ketib yo'qda olasan. Nasib bo'lsa qiladi. Baraka topinglar, xo'p. 18 million so'm eshitgan bo'lsanglar. Aka-ukalar, aytdimmi yo'qmi? Like bossanglar, video ko'p tarqaladi, kommentariy yozsanglar, ko'proq odam kuzatamiz. Necha kilo keldi aka? 17 to'rt. Necha kilo keldi? Oyoqlikka. 17 to'rt. 17 to'rt. 170 kilo keladimi? 170 kilo xudo xolasa. Barakasini bersin.